Böylesi büyük bir organizasyonda bu kadar insanın bir araya geldiğinde mutlaka inşaat ve geleceğe yönelik inşaat, üretimi ve inşaat yapımı hakkında konuşmak lazım. Bunlara önem veriyoruz. Mana hozir bo'lib o'tgan anjumanda ham aynan o'sha qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi qolaversa, qurilishga mas'ul, arxitektura sohasiga mas'ul qolaversa, shu qurilish sohasida faoliyat olib borayotgan developer tashkilotlar o'rtasida ajoyib bir muloqot bo'lib o'tdi. Ko'plab savollar berildi, mulohazalar bo'ldi. Eng muhimi natija bor. Albatta masala, muammolar bor va ularni yechim bo'yicha ham bugun mana anjumanda aniq bir takliflar o'rtaga tashlandi. Это новые связи, это понимание то, чем другие компании и другие люди занимаются, над чем они сейчас думают. Участие в форуме, участие в конференции – это самый короткий путь получить максимальную информацию о том, чем дышит бизнес. Qurilish sohasida amalga oshirilayotgan mamlakatimizdagi barcha yangiliklar, ilg'or texnologiyalar va dunyoda amalga oshirilayotgan texnologik jarayonlar, ya'ni qurilish sohasiga oid bo'lgan yangiliklar va yangi texnologiyalarni ushbu mamlakatimizda olib borayotgan qurilish jarayonlariga tatbiq etish, ularni yangi standartlarni tashkil qilish va mamlakatimizda hozirda amalda bo'lgan qurilish qonunchiligi va normativlariga ularni moslashtirish borasida juda ham katta ilmiy suhbatlar amalga oshirilyapti bunday bir tadbirlarda. Я думаю, что такого типа мероприятия, они очень важны. И это показывает развитие рынка и интерес к рынку. SSCI он становится более важным не только для Узбекистана, а вообще в мире. Он становится более известным.